Assalomu alaykum, qalaysizlar aziz kuzatuvchilar, obunachilar. Men navbatdagi zakazlarimni oldim. Hozir sizlarga raspakovka qilib ko'rsataman. Raspakovka teksta. Ochamiz. Kuroslar. Mana zakazlarimiz mana ko'rinishda cheklari bilan bo'lingan cheklari bilan tezlashgan. Boshladik. Azimuz murskoy duximiz bu zakazga kelgan. Buni hozir men ko'rsata olmayman. Agar zakazchimiz rozi bo'lsa, ochib yana qayta ko'rsatish mumkin. Bu juda ham maslani duxi, bu halol sertifikatga ega. Mana halol sertifikati bor. Bu mulla akalarimizga ham juda ham asqotadi, juda ham zo'r narsa. Keyingi bu bo'yanishimiz uchun podvodka, ko'zimizga yana ham yorqinroq, chiroyli ko'rsatib beradigan bu bo'yanish moslamasi. Mana bu ko'rinishda bu granula. Kimki uyida avtomat stиральный mashinka ishlatadigan bo'lsa, birinchi bo'lib barabanni ichiga mana bunday ko'rinishda bo'ladi. Barabanni ichiga solasizlar, ustidan keyin kir tashab, undan keyin kir yuvish mashinkani seksiyasiga parashok и konditsioner qo'ysa bo'ladi. Bu kiyimlarimizni rangini yo'qotmaslikka hamda cho'zilib, bo'yalib ketmaslikka yordam beradi. Bu konditsioner, bu aromaterapiya kirlarimizga qilib beradi. Hid beradi. Uqtay. Mana bu novinka, bu gel scrub vitaminka seriyasidan. Bu novinka bo'lgani uchun bir proba qo'yish uchun oldim. Bu scrub yuvinayotganimizda dushdan terimizda qatlamalarda yig'ilib qolgan va kirlarni chiqarib berishga juda ko'p yordam beradi. Buni sotib olishni, zakaz qilishni tavsiya qilaman. Zo'r. Men arbuz idiniyani tanladim, chunki arbuz постоянно hidlari zo'r bo'lib keladi, beradi, tan beradi. Keyingi bu ham zakazga kelgan chorniy tmin. Bu shampunimiz novinka. Kimning sochi to'kilayotgan bo'lsa, soch to'kilishini oldini oladi. Juda ham ingrediyentlarga boy bu shampun. Bu hozir hit bo'lyapti. Zakaz qilsalaringiz armonda qolmaysizlar. Keyingi bu zakaz. Buni o'zimga qildim. Novinka bo'lgan tint, bu lab bo'yog'i. Tint degan mana bu ko'rinishda, xuddi mana bu koreys qizlarimizning lablari qanday go'shichni do'ndoqqina bo'lib turadi-ku, mana shunday ko'rinishda. Buni ham keyingi videolarda ko'rsatib berishga harakat qilaman. Mana bu keyingi badimiz Neptonik. Bu kim mana bu kompyuterda o'tiradigan, aqlli mehnat bilan ishlaydiganlar uchun mana bu miyaga dam oldiradigan bu navimiz, badimiz. Buni o'zimga zakaz qildim. Ko'rinishda, chunki kompyuter telefonlarimiz ham bu qiladi, charchatib tashlaydi miyani. Shu miyaga dam oldiradigan bu bad. Keyingi xabarimiz juda ham uzoq. Bu jirajigayshi, bu kokteylimiz. Buni sutga yoki suvga yoki yogurtlarga qilish mumkin. Tayyorlash mumkin. Mana 98 vitaminlarga boy bu. Buni ichganingizdan keyin qorningizni to'xtatadi, ochlikni yuzaga keltirmaydi. Buni asosan shaker hozir ko'rsataman. Mana bunday o'zini o'lchamli ложкasi bor, qoshiqchasi bor. Bu 15 ta porsiyaga mo'ljallangan. Agarda buni suyuqroq qilib ichsa, bir oyga yetadi. Agar quyuqroq qilib ichadigan bo'lsa, bu 15 kunga yetadi. Jirajigayshi kokteyl, hech qanaqa nima deydi, kosmetik salonlarga borib, yog'da eritadigan
terini kestirib qiladigan kerak emas. Mana bu ichganingizdan keyin ozish jarayoni juda ham oson va yengil o'tadi. Hech qanday terilarimiz osilib qolmaydi qizlar. Tak что tavsiya etaman. Bu kokteyllar zo'r. Menga klubnika yoqqani uchun oldim. Keyingi seriyasida kapuchinosi ham hozir hit bo'lyapti. O'shani ham aniqlamiz. Olamiz. Mana ko'rinyaptimi? Halol sertifikat. Hamma tovarlarda halol sertifikati bor qizlar. Keyingi tovarimiz bu limonni тоже granula. Bu ham yuqorida aytganimdek, kriush baranovi stiralniy mashinkamizga, kriush moslamaga, barabaniga solib. Mana mishlikni bu ham под zakaz buni ochaolmayman. Kiyimlaringizda o'z holasini saqlagan holda ham hidlarini aromatli qilib yoqimli hid taratib beradigan bu granulamiz. Tak что tavsiya qilaman, juda ham zo'r. To kiyimingiz yuvilib, yana kirib bo'lguncha hid berib turadigan bu granula. Krem gel shampun. Buni men o'zimga anava qildim, zakaz qildim, chunki meni terim chuvstvительный bo'lgani uchun har qanday gellar ham to'g'ri kelmaydi. Bu krem, buni anava qilganingizdan keyin ko'pigi juda ham zo'r, ancha ko'piradigan bu gelimiz. Nima deydi, dushga cho'milib bo'lganingizdan keyin terini juda ham gladkiy qilib, silliq, yumshoq, baxmal tusda keltirib beradi. Shuning uchun buni ham tavsiya qilaman. Yuvinish vositasi bombasi. Mana bunda ham halol sertifikati bor qizlar. Bor zakaz qildim. Bu antiparazit o'timiz, chunki ichaklarimizda yig'ilib qolgan musorlarni chiqarib beradi. Bu ko'katlar ham juda ham nima deydi, natural ko'katlardan tayyorlangan, chunki Faberlic kompaniyasining o'zining katta korporatsiyasi bor. Mana shu o'tlarni yetishtirib beradigan. Bu yerda hech qanday ximikat yo'q. Haligi bozorlarda o'tda olinglar, bunda olinglar deb pachkalarda sotadi-ku paketlarda. Yo'q, bu ingrediyentlarga to'la, vitaminlarga to'la. Buning ichida lis beryozi, trava myati, trava pijmi, karat duba bilasizlarmi? Karani bu haligi dub daraxtining po'stlog'i bor-ku, o'shani qo'shimchasi trava polina, trava сушимisi, trava тысячелетия, trava шалфей, trava ripis. Mana shuncha komponentlarni o'zini ichiga oladi. Juda ham zo'r, buni ham tavsiya qilaman qizlar. Tak. Keyingi moslamamiz idish tovoq yuvadigan gel. Bu limonli. Menga juda ham yoqadi limon hidi. Shuning uchun tugamasi men doim mana shuni zakaz qilaman. Tak, buni объем 500 ml и bunda ham halol sertifikat bor. Ko'ryapsizlarmi? Hamma produksiyalar halol. Keyingi yuvadigan anavimiz gel kapsula plastikli. Bu ham kriushka anavisiga kiradigan stiralniy порошокка. Bunda ham halol sertifikati bor. Bu juda ham kapsulalar zo'r bundan. Bunda ham 15 ta ekan kapsulasi. Nima deydi, kirlarimizda qolgan petlar, dog'lar bor-ku, shuni chiqarib beradi. Mana bunday effektlar beradi. Bu ham halol sertifikat qizlar. Hozir kim ochib ko'rsataman, chunki mana o'zimga zakaz qildim. Juda hid bo'layotgan uchun qaranglar. Buni qaranglar. Buni qanday ishlatiladi? Stiralniy barabanga yoki o'zimizda firmani oti Aristonmidi? Stiralniy anavlar bor. Kriush ustidan suv solib anav qiladi, yuvadi, tokka qo'shib. Ana shunga ham solsa bo'ladi. Avtomat barabanga kirlaringizda solgandan keyin ustidan xohlasangiz bitta, ob'yomi katta bo'lsa stiralniy barabanda yoki kichik katta bo'lsa ikkita yoki kichik bo'lsa 7-6 kilolik bo'lsa, mana buni bitta o'zi ham yetadi.
buni hidini qizlar вообще tavsiya qilaman. Sigaretamiz. Men buni juda ham uzoq kutdim. Va mana bu bo'lg'isi qizlarimizga tonalniy kremda ostidan tipa как baza funksiyasini bajaradi. Bu juda ham zo'r. Men buni juda ham uzoq kutdim, chunki skladda yo'q edi, chiqarilmas edi. 30 ml ekan. Primer, ismi keladi. Bu primer tipa как baza под макияж. Buni Sivrifga juda ham zo'r. Yuzlaringiz shunchalik tiniq, mana poralar bor-ku, chuqurliklarni tekislab, tonalniy krem, keyin pudralarni surtganingizdan keyin juda ham go'zal effekt beradi. Так что советую. Birlikdagi Portujor 50 ml keyin под zapaska kelgan. Buni ochib ko'rsataman. Bu ayniqsa kelinchaklarimizga mana bu 9 qo'yib boramiz-ku, 9larga keyin sovg'a salomlarga juda zo'r. Mana dizayni ham juda aniq. Bu Portujorning yana anosi bor, kattasi bor, u qimmatrog'i. Bu ham juda zo'r. Bu ham tavsiya qilaman sovg'a salomlarga. Hech qanday mana bu to'y hashamlarga borganda, tug'ilgan kunlarga borganda mana shuni o'zi hamma narsani joyini bosadi. Juda ham zo'r. Tavsiya qilaman. Buni qilganingizdan keyin tanangizdan hid ketmaydi 2-3 kun. Ana bu nima deydi, kiyimlarimizda ham buni hidi uzoq saqlanadi. Eng oxirgisi, men buni o'zimga zakaz qildim. Bu sheyk. Bu stakancha, shuni moslama stakancha. Hozir olishga harakat qilamiz. Shaker. Bu shaker. Mana bu stakancha bu. Bu 500 ml ga mo'ljallangan. Bu mana bu bor-ku, bizda venik biron narsa venik bor-ku, oshxonani veniklari, tuxum, ana bu ilagichlar. Keyin blender elektrический, bu ruchnoy. Bu именно kokteyl tayyorlash uchun mo'ljallangan. Mana buni setkalari bor. Keyin mana bu prushinkasi. Tak, bunga mana bu kokteylni bir qoshig'ini solasiz, ichiga prushinkani solasiz, setkasini yopasiz, и krishkasini juda ham plotniy yopib, mana buni qisir qilib, mana bunday tergaysiz. Mana sizga damoshni kokteyl. Buni ishxonalarga, uzoq safarlarga borganingizda ham ko'p choylarni damlab, mana bu yerdan mana bo'ladi. Juda ham zo'r narsa. Men buni ikkinchi bor xarid qilishim, shuni tavsiya qilaman sizlarga. Hammalaringiz sog' bo'linglar.